Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Prezident Barack Obama mart oyida Amerikaga safar qilishni rejalayotgan Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan uchrashmaydi. Uni respublikachilar taklif qilgan, lekin bu haqda Oq uy bilan maslahat qilmagan. Obama Eronni yadroviy maqsadlaridan qaytarish uchun diplomatik yo'lni tanlagani respublikachilar nazarida behuda ish. Eron yadro qurolini qo'lga kiritishini qanday bartaraf etish mumkin? Prezident Obama va Isroil bosh vaziri Netanyahu bu borada turlicha fikrda. Netanyahu Obama tanlagan yo'l ish berishiga ishonmaydi. Yirik davlatlar va Eron orasida fevralda muzokaralar qayta boshlanar ekan, AQSh kongressida ayrim qonunchilarning toqati toq. Respublikachilar yetakchisi Jon Boehner Isroil rahbarini Vashingtonga taklif etganidan ko'pchilik taajjubda. Netanyahu kongress oldida radikalizm va Eron xavfi haqida so'zlaydi. I did not consult with the White House. Oq uy bilan maslahat qilganim yo'q, chunki kongress bunday qarorlarni o'zi mustaqil qabul qila oladi. Dunyo jiddiy xavf bilan yuzlashib turibdi, lekin prezident negadir nutqlarda bu haqda ochiq gapirmaydi, deydi Boehner. Oq uyning bildirishicha, Isroilda mart oxirida saylovlar belgilanganligi sababli Obama Netanyahu bilan uchrashmaydi. Demokrat qonunchi Nancy Pelosi ham tashrif shunday paytda uyushtirilayotganini savolga tutdi. Saylovga 2 hafta qolganida bunday tashrif uyushtirilishi hech bir davlat uchun o'rinli emas. Davlat kotibi John Kerry Obama va Netanyahu o'rtasidagi sovuq munosabatlarga izoh berib o'tdi. Isroil bosh vaziri istagan payt AQShga kelib, kongress oldida so'zlashi mumkin, deydi u. Lekin taklifnoma haqida spikerdan eshitganimiz g'alati holat. Shu bilan birga Eron masalasi dolzarb ekani ham hammamizga ma'lum. Prezident bu masalani hal qilish uchun barcha chorani ko'ryapti, deydi Pelosi. Kongress Islomiy Respublikaga qo'shimcha sanksiya qo'yamiz deb shoshmasligi kerak. Muzokara ish beradimi yo'qmi bilmaymiz, lekin kongress o'z kuchini ko'rsatishiga hozir hojat yo'q. Pelosining partiyadoshi Robert Menendez sal boshqacha fikrda. Eron kelishuvga yo'q desa oqibatlari bilan yuzlashadi. Uni gapga ko'ndirishning eng yaxshi yo'li sanksiyalar, deydi u. George Washington universitetidan Steve Billet tahlilchi. Tashqi siyosatni belgilashda albatta kongressning roli bor, lekin ayni damda muzokara natijasini kutgan ma'qul. Prezident va respublikachilar o'rtasidagi tortishuvlar xalqaro muzokaralarga qanday ta'sir ko'rsatishini aytish qiyin. Tabiiyki, unda qatnashayotgan tomonlar bu jarayonlarni kuzatib turibdi. Kongress shu tariqa o'z xohish irodasini o'tkazishga urinishi masala yechimini osonlashtirmaydi, aksincha chigallashtiradi, deydi mutaxassis. Yaqinda AQShning Washington Post nashrida bir maqola chop etildi. Unda Yevropa Ittifoqi, Germaniya, Fransiya va Britaniya tashqi ishlar vazirlari hozir Eronni qattiqroq jazolash vaqti emas degan fikrni olg'a suradi va diplomatiyaga imkon berishga chaqiradi. Cindy Sain, Shohruh Hamro, Washington. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.